Assalamu alaykum, hürmetli ota-onalar. Bugündən başlap mən şu vaxtım çıxan vaxtlarda, günlərdə sizlər bilan ailə ana tili marifətdəki biz diqqət qilishga tegishlik, biz bilishga tegishlik bəzi nöqtələrdə oylaganlarımni ortaqlaşay deb oyladım. Bugün bir vaxtım çıxıbdiki, şunu ekranını içib ömrümdə qılmagan bir işni qılatıma. Fikrim seçilib durdu, to'g'ri tushunasizlar. Bugün sizlər bilan ortaqlaşmoqchi bo'lgan nöqtam aile ana tili marifətdəki biz diqqət qilishga tegishlik negizlik məsələlərinin birincisi uyda Uyg'urcha gap qilish. Bu necha yildan beri ana tili xizmati qilish jarayonida nurg'un ota-onalar menga xat yozib yoki WhatsApp'larda gaplarni qilib o'z oilasiga ana tili o'rganishni men bilan o'rtoqlashib keldi. Tajribalarini, qiyinchiliklarini deydi, men maslahat berman. Mendan har xil savollarni so'raydi degandek. Shu savollarning ichida men eng ko'p so'ralgan bir savol qanday qilsak bolalarga unumlik o'rgatalaymiz. Eng unumlik usuli zodi nima degandekchi. Bu savolni so'rashimiz tabiiy, chunki hammamiz xizmatlarimizni bir unum qo'llashimizda bolalar qanday qilsak yaxshi o'rgatalaymiz degandekchi. Lekin bu savoldan bir xil bizning ayliqi. Bu ishni qilishning eng oson va qisqa yo'li zodi nima degandekchi bir xil. Shuning bo'lgan izlanishimiz, intilishimiz turib turdi. Haqiqatan ba'zi usullar yana boshqa usullarga qaraganda unumliroq bo'lishi mumkin, lekin bu usullar qancha unumli bo'lib ketishidan qat'iy nazar har birimizning diqqat qilishga tegishlik, cho'qim amal qilishga tegishlik bir necha negizlik nuqtalarimiz bor. Uning birinchisi uyda Uyg'urcha gap qilish. Uyda Uyg'urcha gap qilish nima uchun zodi shu qadar muhim? Nima uchun bu barliq xizmatlarimizning asosiy negizi deb qaraldi deganda men bunday deb o'ylayman. Buning birinchisi biz vatanda cho'ng bo'lgan kichik vaqtlarimizni eslab boqaylik. Biz ana tilni qanday o'rgangan? Biz oilamizdan sirt mahalla, qo'shni qo'lim, urug' tuqqanlar, biz o'qigan ana tildagi maktabda, ana til maktabida o'qimagan bolalar bo'lsa-mu, masalan, Xitoy maktablarida o'qigan bolalarning atrofida bir kengri til muhiti bo'ladi. Shunga biz ana tilimizni o'rganadigan, unumli o'rganadigan. Endi biz chet elda tug'ilib cho'ng bo'layotgan bolalarimizni qarab boqaylik. Bizning bolalarimizning atrofida unda til muhiti bormi? Yo'q. Bu ana til o'rganish faqat oilada bo'ldi. Nurg'ulg'an bolalarimizning hayotida ana tilda gap qilib beradigan, ularga ana til o'rgatadigan odamdan faqat onasi bilan dadasi bor. Uning boshqa odam yo'q. Shunga bu ana til oilada o'rgatildi, bu o'rganish oilada boshlandi. Buni kim o'rgatadi? Ona bilan dada o'rgatadi. Qanday o'rgatadi? Har kuni ana tilda gap qilib o'rgatadi. Nurg'un o'rganishlar planliq, pedagoglik ilib berildi. Lekin bu til degan insonlarning aloqa quroli deymiz-ku. Buni biz bir hayotimizdagi bir aloqa quroli qilmay turib, bu tilni biz hayotimizda har kuni mana shunday bir tabiiy usulda ishlatmay turib, biz buni bolalarga o'rgatolmaymiz. Oiladagi ana til so'zlashish, ana til o'rgatishning boshlanishi bunday aytganda ham muhim qismi. Ikkinchidan elib aytganda, bolalarga har kuni biz sap ana tilda gap qilsak, biz ana tilimiz bilan bo'lgan tabiiy bog'lanishimizni bolalarga bir xil tabiiy yo'sinda his qildira olamiz deb o'ylayman. Ya'ni biz Uyg'ur, bizning bir tilimiz bor. Biz shu o'zimizning tilda gap qilamiz. Mana biz tilimizni ishlatyapmiz, bu tilimiz bilan nimani deyapmiz, bir-birimizni tushunyapmiz, maqsadlarimizni uqtiryapmiz. Shu biz shu tilimizni mana shunday qo'llanamiz. Xuddi teshitkilar o'zining tilini so'zlaganga o'xshash. Bu xil tabiiy bog'lanishni, bu xil tabiiy tanlashni his qilish bolaning hayotidagi ana tili, yasidagi tili va keyin o'rganadigan boshqa barliq tillarning orasida bu tillarga qanday muomala tutishni o'rganishiga yordam berdi. Masalan, andan keyin biz bunday bir ahvolni ko'z oldimizga keltirib boqaylik. Biz bolalarimizga gap qo'yib o'zimizcha yasining tilida yoki boshqa bir tilda so'zlab ketdik. Hech bo'lmasa bir jumla so'zimizning ichidagi bir net so'zni o'zimizcha osh tilda deb ketdik. Yoki biz biror jumlamizni osh tilda qurib oldik. Bu chog'da biz bolamizga qanday ta'sir berishimiz mumkin? Bu bola kallasiga buningdan olgan ta'sirotni men hozir deydigandek bunday so'zimsiz tizib olmasmi? Bolaning kallasi menda bir tushunchani paydo qilamiz biz. Ba'zi gaplarni bizning ana tilda deyilinmaydi. Yoki bu so'zlar bizning ana tilimizda yo'q. Ba'zi maqsadlarni biz teshitki tilda ifodalagandek ana tilimizda unday yaxshi ifodalab beramaymiz. Shunga biz har vaqt bu ana tilimiz teshitki tildek bunday kuchli bo'lmag'achqa, teshitki tilni ishlatishga, murojaat qilishga majbur degandekchi. Bu chog'da biz bolamizning nazaridagi ana tilga bo'lgan tonishini qalaymaqonlashtiramiz, sustlashtiramiz, xato tonish paydo qilamiz. Ana tilimizning
kursunu düşürümüz başka tillarning oldida. Tonuş yetilmeydi yani. Yani balının kalası yetilişik değişik. Bu ana tilimiz mi? Aşı teşitki tillarga o'xshash. Hamma so'zlik bor, ifodalashga boy, aşı teşitki tilga o'xshash barliq maqsadlarni ifodalagida bo'ladigan bir til. Hatto shu qadar boy til degan ta'sirini biz yetildirolmaymiz. Yana bir muhim nuqtasi ana tilda so'zlash zodi nima uchun shu qadar muhim deganda, bu bizning ana tilimizga bo'lgan sevgimizni, beg'imizni, tanlashimizni va shu ana tilni ishiltish, qo'llanish orqali buni mushta tirik holatda tutib turishdagi bir qat'iy, tavranmas, astoydil pozitsiyamizni bolalarga so'zlab berdi. Bu bolalar kichik vaqtida unda jiqqiylik qoidalarni tushunmaydi, biz ularning yenda o'tirib olib, biz ana tilni qo'g'dishimiz kerak. Xitoylar degan bizning tilimiz yo'q, bundaq bo'tadi, bizning mavjudligimiz tahdidga uchrab, biz tilni qo'g'dimisak, bizning kimligimiz o'rilib tushadi, qulab tushadi. Bunday gaplarni tushunmaydi bolalar. Lekin bolalar buni bizning amaliyatimizdan his qildi. Ya'ni tabiiylik yetilgandan keyin bizning shu hamma gap so'zlarimizda bolamiz tushunadigan bir saviyada, tushunadigan so'z iboralarni tanlab turib, ezib ichirib bolamizga so'zlab, shu ana tilni tirishib ishlatayotganligimiz bizning aktiv, qat'iy, tavranmas pozitsiyamiz bo'lib, bolalarga yuqadi. Bolalar bizning zot nimani o'rgandi? Biz vatandan kelgan ana tilning hammani biz bolalarimiz o'rgatib bo'lmasligimiz mumkin. Lekin bizning bolalar nima miras qoldi deganda, bizning pozitsiyamiz miras qoldi. Ya'ni sus pozitsiyamiz miras qoldi yoki qat'iy tavranmas aktiv pozitsiyamiz miras qoldi. Biz buningga qanday pozitsiya tutsak, bolalarimiz shunda pozitsiya tutib cho'ng bo'lgan bo'ldi. Mana shu narsa bolalar bizning qo'limizdan cho'ng bo'lgan chiqib ketadi, bular uchun bo'lib chiqib ketadi. Shu chaqlardimi bularni yetaklab turdi. Ularning o'zigidan o'ginishiga, harakatlanishga kuch bo'ladi. İçidan qaynab, o'zigidan tirishishiga ishga kuch bo'lib, bir mashinaga yiqilg'u bo'lmasa mangmaydi. Shu pozitsiya bo'lmasa, bizning bolalarimiz bizning qo'limizdan chiqqandan keyin to'xtab qoladi amaliyotda. Bu mening oilada ana tilda so'zlash degan shu nuqtada, shuning naqadar muhimligi haqida sizlar bilan buguncha o'rtoqlashganlarim hamma desak bek gap uzrab ketadi. Buning davomini yana so'zlayman. Vaqtim chiqqancha, Xudoyim buyursa kelar hafta ichida bir kun so'zlayman. Ko'rishguncha hammanglarga Allohga omonat. Agar manfaatli his qilsanglar, taqib qo'ysanglar, xush bo'lma. Bo'ldimsa, xayr xo'sh.